Uka, bu sidinalaringiz ancha qalin ko'rinyapti. Nima ichini ishirib qo'ymaganmisizlar buni? Yo'q, aka, bu 10 santimetrdan qalin pujinka qo'yilgan. Aka, bunga mana. Obunachilar, yaxshimisizlar? Andijon viloyati, Andijon tumani, Vankamat ko'chadan bitta ukamizni ustaxonasiga kelganmiz. Keling uka, bir ishlaringizni tanishtirib o'ting. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelib oldinglarmi? Rahmat. Aka, endi xudo xolasa bu ishimiz pampers pujina. Razmerlari 1.90 ga 1.60 lik. Xudo xolasa aka sondoqlari ochiladi. Mana. Sondolari ham kattagina ekan. Bemalol ichlariga shakarmi, misol butilkami solaverasizlar, obunachilar. Xudo xolasa aka, mana bu tomonlari ham ochiladi, kichkina tomonlari ham. Bemalol ko'rishinglar mumkin aka. Komplegida nima-nimasi bor? Buni ham bir aytib o'ting. Buni komplegida aka ikkita pufigi bo'ladi. Pufigini razmeri 33 ga 33 bo'ladi tepasi. Kelgan oldida xona bo'ladi, xon taxtasi 120 ga 70 lik xon taxta bo'ladi komplegining ichida. Bularingizni ham bir ko'rsatib o'ting. Endi obunachilar qiziqyapti. Hozir bu yerda ishlar ko'p. Bu yerda aka boshqacha rasvetkalari bor. Xohlagan rasvetkasini qilib beramiz. Mana bu tomonlarda tugmali variantlarimiz bor. Bularingizni ham bir tanishtirib o'ting endi. Bu tugmali variantlarni ham sondig'i ochiladi. Akalar, mana ko'rishinglar mumkin. Bularimizni ham mana sondig'i bor. Xudo xolasa ichlariga bemalol narsalarni qo'yaverasizlar. Butilkami, shakarmi, bu narsalar qo'yilaveradi. Xudo xolasa aka, mana bularni ham komplegining ichida ikkita pufigi bo'ladi. Oldasi 120 ga 170 lik xon taxtasi bo'ladi. Razmeri bir xil. Razmeri bir xil, 1.90 ga 60 bo'ladi. Xudo xolasa buni ham rasvetkalari bor ekan, mana bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xolasa ishlar bejirim, chiroyli mana. Podgonli, tugmali ishlar ekan. Bu yoqdagi ish ham bir-biriga o'xshash ekan. Qanaqa, buni ham bir tanishtirib o'ting. Buni aka palasa kombinatsiya qilib qilganmiz. Hamma odamda didiga har xil bo'ladi. Xudo xolasa ko'ngli yoqqanini olib ketishaveradi. Xudo xolasa aka bularni ham sondiq ochiladi. Bularni ham komplegida shunaqa. Ha, bularni ham komplegida ikkita pufiga, oldi xon taxtasi bor. Razmeri 1.90 ga 1.60. Buni ham rasvetkalari bor. Misol klientlarimizdan har xil mijozlardan menga buni rangi yoqmayapti, misol ochroq, to'qroq kerak desa, nima holatda? Agar kimgadir misol rangi yoqmasa yoki meni uyimga boshqacharoq rang tushadi yoki razmeri boshqacharoq bo'ladi deydiganlarga o'zini xohlagan rangida, xohlagan razmerida uyiga borib kerak bo'lsa o'lchab ham qilib beraveramiz. Dastlabki xizmati qanaqa endi? Bu eng qiziq joyi shu, dastlabkasi bo'ladi. Dastlabki xizmatlari Andijon shahar ichi bo'ylab bepul. Boshqa viloyatlarga bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holda qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz bor. Xudo xolasa. Bu yerda misol bu videolarimizni olib sotar do'konchilar ham ko'rishadi. Ularga ham qanaqa bir Xudo xolasa agar birgalikda ishlaymiz, sherikchilikda ishlaymiz deydiganlarga, xudo xolasa kelishtirib qilib beramiz bu akalarimizga ham optim oladiganlarga. Bemalol telefon nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqsa gaplashib kelishamiz. Xudo xolasa obunachilar ishlari o'ta ham go'zal. Nomerlarini pastga yozib qoldiramiz. Kimga shunaqa oshxonasiga chiroyli, bejirim, ko'ngilli ugolovlar kerak bo'lsa, shu ustukamizni nomeriga aloqaga chiqaverasizlar.